Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun yangi harf olamiz. U harfning ismi zal. Bu harf nechga o'qila? Ham u soqov bo'la. Alif harfi yo'lning ust kelishida yoziladigan bo'lsa, ra harfi yo'lning ost kelishida, zal harfi ul dal harfine o'xshagan, tik nuqtasi bilan gina ayrilashak. Bu yo'lning ust kelishida yozila. Ham nuqtasi bo'la. Fatha bilan kelsa za, ikki tish orasidan aytiladi bu harf. Kasra bilan kelsa zi, domma bilan kelsa zu. Za, soqov, zi, zu. Kitobda bu harf 15-bitda bo'la. Za, zi, zu. Ikki tish orasidan aytamiz soqov etib. Iz, muz, muz. Harfning ustunda nuqta bu xa harfi, qoti. Xuz. Ayn, uz. Zub. Ba harfini shulay berdiramiz. Zuqo. Qaf harfini da berdiramiz. Zar. Munzu. Mana nun harfi bilan zal harfi ular o'xshagan. Nun harfi ul iska qarab tura. Zal harfi ul sol yoqqa azroq ovushgan. İznu, bezlu, zi, zikru, zi, zihnu. Hem iktibar etsek, bu harf dal harfi simon o'zidan so'ng kelgan harf bilan tutashmay. Zihnu deganda zi ha harfini tutashmay. Mana bunda zikru deganda da zal harfi kaf harfini tutashmay. Bir joyda tutashmay. Zahabu, zahabu, mazhabu, za, zahala, zahala, ya, yaz, yazhalu, yazhalu, ba, baza, baza, la, bazala, yab, yabzulu, az, ikki tish orasidan aytamiz. Azhaba, yuzhibu, yuzhibu. Shunga dars tamom. Bu so'zlarni har birsin 2-3 martaba kimanda ko'chirib yozirga kerak bo'ladi daftarga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.